Tushunarli. 15 soat davom etgan operatsiya. 15 soat. 15 soat davomida endi na tashqariga chiqa olasiz, na ovqat yeya olasiz. Bitta nafasda boshlab oxirigacha tugatishingiz kerak. Shunaqa. Qoyil. Endi masalan, mana hozir shogirdlar bor, qatorimiz sekin kengayapti, sheriklar bor. Endi bunaqa og'ir holatlarda agar bir nechta xirurg ishlaydigan bo'lsa, orada almashishligi mumkin, yengilroq bo'ladi. Lekin har doim ham buni iloji yo'q. 15 soatlab tikka oyoqda turish kerak operatsiyaning vaqtida. Xo'p. Qarang, sizga kelayotgan bemorlar kuygan. O'zi asosiy kuyish sabablari nima? Nimadan kuyib kelishadi siz oldingizga? Ya'ni tushunishim bo'yicha отопление yo'q joylarda qanaqadir issiqli nima deydi, ana pechka deydimi? Pechka ishlatadi, har xil shunga o'xshagan narsalar ishlatiladi. Asosiy sababi men eshitishim bo'yicha shu narsalar. Umuman sizga keladiganlar endi o'zim hayron bo'lgan paytlarim bo'lgan. Ya'ni oddiylari shu issiq pechni qo'li bilan ushlab olish, issiq suv to'kib yuborish. Bundan sal seryoznirog'i bu gaz yig'ilib qoladi, chiroqni yoqib yuboradi yoki olov yoqib yuboradi, portlash bo'ladi, gaz yoki uyda olov kimdir o'ynaydi, bolalardan olov yoqib yuborishadi, uyda pojar, bolalar qolib ketadi yoki yosh katta odamlar ham qolib ketishi mumkin, shunaqa kuyish holatlari bor. Undan tashqari, bilasiz, qishloq joylarda sut pishirishadi, katta qozonlarda, yerda turadi, kimdir bolalardan yiqilib tushishi mumkin sutga yoki qanaqandir anaqa bo'lar ekan, chuqur bo'lar ekanda. Endi men o'zim ko'rmaganman. Cho'g'i o'sha chuqurga solib qo'yishar ekanda. Bolalar qo'lamacha o'ynab yurganmi bilmayman, shu cho'g'i ichiga tushgan oyoq, ikkita oyoq. Tasavvur qiling. U cho'g' qayerda turar ekan? Yerni o'yib qo'yishgan, chuqurda. U sinish uchunmi? Yo'q, sinish uchun emas. Qarang, cho'g' yig'adigan joyi mana shunaqa ekanda. Musor qilib tashlab qo'yadimi bilmayman ochig'i. Lekin menga tushuntirishganda chuqur deyishgan, shu chuqur ichida cho'g' turadi deyishgan. Shu yugurib kelib turib, oyog'i bilan shu cho'g' ichiga ikkala oyog'i bilan tushib kuyganlari bo'lgan. Endi bir xillari achinarli holatlar. Uydagi yong'indan bir nechta farzandi yoki boshqasini yo'qotishi mumkin. Qaysidir og'ir holatda tushib qoladi. Oilaviy kuyganlar bor. Endi kuyish soniyali ish. Uni to'g'rilash, sog'lom holatga keltirish uchun yillar vaqt ketadi. Hammasi oson operatsiyalar emas, uzoq vaqt davom etadigan og'ir operatsiyalar. Endi menga qiziq tomoni nimaga bu savolni berdim o'zi? Umuman kelayotgan kontingent asosan kuyish holatlari ko'pincha uzoqroq joylarda bo'ladi. Ya'ni Toshkent shahrida sharoit juda ham yaxshi bo'lgan joylarda qiyin, kamdan kam bo'ladi. Lekin qishloq tomonlarda svet, gaz yo'q, aytganingizdek tualet, ya'ni biz ishlatadigan tualet emas, aynan ko'chada qilingan tualet. Ya'ni gaz yig'iladigan joylar. Aynan bu bemorlarda tushunishim bo'yicha operatsiyalar arzon turmaydi, siz operatsiyalaringiz. Bu qanaqa qilib bu bemorlar 15 ta etapli operatsiyalarni narxlarini to'lab kelishadi? Afsuski, siz to'g'ri aytasiz. Mana bu operatsiyalarimiz og'ir, davomiyligi uzoq, juda ham mayda ish. O'shaning uchun ham ko'pchilik bunaqa operatsiyalar bilan shug'ullanishdan bosh tortishadi. Uning o'rniga estetika bilan shug'ullanishi mumkin yoki osonroq ishlar bilan shug'ullanishadi. O'shaning uchun ham bu operatsiyalar narxi ham qimmatroq yuradi. Lekin baxtimizga hozir davlatimizning order sistemasi bilan bu operatsiyalarni anaqasini xarajatini yopib berishyapti. Yani bu qanaqa sistema, shunda order sistemasi? Bemorlar borib o'zini tuman markaziy poliklinikasiga men bergan xulosa bilan elektron navbatga qo'yishadi. Navbat kelganda bizni chaqirib operatsiyalaringizni qilib beramiz. Operatsiyamizni o'tkazib bo'lganimizdan keyin bu yerda biz ishlayotgan shifoxona butun hamma xarajatlarini yopib turadi. Hamma xarajatlari yopilib davolanib bo'lgandan keyin bemor shifoxona davlat
ga ko'rsatadi. Biza shu bemorni davolash uchun shu xarajatlarni qildik deb ko'rsatadi. Bu sug'urtami? Shunda tushunishim bo'yicha qanaqadir Bu ma'no? sug'urtani boshlang'ich etapi deb bilaman. Ya'ni sug'urtaga kirib kelish. Kimlar bu sug'urtaga anaqa ola oladi? Bu hamma 18 yoshgacha bo'lgan barcha bemorlar shu diagnozga to'g'ri kelsa, bo'ldi. Bu boymi, kambag'almi, nogironligi bormi, nogironligi yo'qmi, farqi yo'q. Hamma shu narsaga topshirishi mumkin. Shu faqat navbatini kutib keladi. Davlat o'sha narsani keyin ko'rsatib berilgan xat hujjatlarga qarab davlat yopib beradi xarajatini. Endi bilasiz, davlat ham bir simni shundoq beravermaydi. Hamma narsasi real anaqalarga qarab ko'rsatib berilsa, davlat ishonsa, shu narsani qilinganligiga, boshqa qilinganligiga, undan keyin davlat yopib beradi bu xarajatlarni. Demak, hozirgi kunda 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga, aynan kuygan bolalarga bepul operatsiya olish imkoniyati bor. Bor. 18 yoshgacha bir nechta etap bo'lsa, hamma etaplarini demak, davlat agar har bir etapiga alohida yordam beradi. Bemor uchun faqat kelib ketish qolar ekanda, o'zini markaziy poliklinikasiga borib, masalasini hal qilib, shunaqa. Faqatgina shu borib, navbatiga turib, faqatgina bitta narsa hozirda kiritilmagan, operatsiyadan keyingi bog'lovlar, perevazka deymiz, perevazkalar kiritilmagan. O'sha perevazkalarni bemorlarimiz o'zligisi kelib, perevazkasini qildirib ketish kerak. Endi operatsiyani o'zi juda qimmat bo'lgandan keyin perevazka menimcha juda ham arzon turadigan bir perevazka juda ham arzon. Bitta perevazkasi 100 ming atrofida. Necha marta perevazka qildirish kerak shunda? Odatda men maslahat beraman 2 hafta davomida perevazkaga qatnashga. 2 hafta davomida. Haftada necha marta qatnash kerak? 5 marta kelishsa kerak. Demak, ehtimoliy 500 ming so'm bo'ladi. Shunaqa. Lekin bir xil bemorlar viloyatdan qatnashga qiynalishadi. Men ularga taklif qilaman, chamamasa bitta perevazkasini ko'rib olinglar. Siz ko'rib olgandan keyin doktor qilish kerakmi? Uni o'zligisidagi doktorlik qilib berish kerak bo'ladi. Faqatgina o'tdagi doktorlik qanaqa qilishni ko'pi bilmaydi. O'shaning uchun ko'rib olinglar, kerak bo'lsa videoga olinglar deb iltimos. Hozirgi kunda juda ham imkoniyatimiz keng. O'sha narsalarni ko'rib olib, bemalol o'zligisini, vrachligisini ko'rsatib, iltimos mana shunaqa holatda qilib bering deb aytishadi. Keyin bizaga rasmlarga olib, Telegramdan tashlab turishadi. Men kuzatib boraman. Ochig'i bunaqa holat butun dunyoda yo'q narsa. Faqat O'zbekistonda bor deb bilaman. Ya'ni bemor davolanib chiqib ketgandan keyin umrining oxirigacha doktorga rasm tashlab Telegramdan konsultatsiya bepul olib turishi. Know-howimiz ham shunday bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa kerak. Chunki endi chet ellik konferensiyalarda chet ellik doktorlar bilan gaplashganimizda menga agar qaysidir bemor yozib qolsa yoki yana qilib qolsa hayron bo'lib qarashadi-da. Nima qilasan deyishadi. Bemorim yozyapti. Shunaqa ko'p yozishadimi deydi. Hammasini kontrol qilib turamiz, mana shunaqa qilib desa, yo'q bizda unaqa yo'q, biz shaxsiy vaqtimizni biz bermaymiz. Anaqa bo'lishmaymiz, bizning shaxsiy vaqtimizda ham pul turadi deb aytishadi. Biz aytamiz, bizda o'zbekchilik degan narsani chet elliklar tushunmaydi. Unaqa narsa yo'q ularda. O'zbekchilik bu любой время aynan bemorga yordam berish. Bemor bo'lsa, mana shu intervyuni ko'rgandan keyin qanaqa qilib siz bilan bog'lansa bo'ladi? Ya'ni o'zingiz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lansa bo'ladimi yoki qanaqadir yordamchilaringiz orqali chiqish kerakmi sizga? O'zi iloji boricha hammasi konsultatsiya ochniy kelish kerak, yuzma-yuz gaplashish kerak. O'shaning uchun konsultatsiyaga yozilib kelgani ma'qul. Meni assistentim nomerini yozib qoldirishadi qayerdadir. O'shanga telefon qilib konsultatsiyaga yozilib kelgan ma'qul. Bir xilli meni o'zimga telefon qilib konsultatsiyaga qachon boraylik deb so'raydi. Ochig'i men o'zim bilmayman qachon vaqtim borligini. Va nima uchun assistent olinadi? Vaqtni to'g'rilash uchun. Assistentim ular biladilar men qachon vaqtim borligini. Chunki sizda operatsiya, bu yerda bog'lov, yana undan tashqari konsultatsiya. Demak, assistentingizni nomerini qoldirishimiz kerak. Shularga telefon qilishsin, yozilishsin, kelishsin. Qo'ldan kelgancha hammalikka yordam beramiz. Yana bitta narsa, mana kelayotgan odamning ham birinchi qiziq savoli bor-da. Konsultatsiyaga pul to'lashimiz kerakmi yo konsultatsiya tekinmi deyshadi? Yo'q, konsultatsiyaga pul to'lash kerak. Bizda nima desam ekan,
anaqa simvolический narx deydi-yu. Bu Simvolический narx. ish puli simvolitskiy $100 emasmi? Yo'q. 100 ming so'm. Mana shunaqa simvolический. Ha, konsultatsiya. 150 ming so'm. Bu simvolический 150 ming so'm qo'yib qo'yganmiz, konsultatsiya. 150 ming so'm. Zo'r. 150 ming so'mga Kanadada o'qib keldingiz, yana qaysidir davlatlarda o'qib keldingiz, hammasini birlashtirib turib, o'zingiz vaqtingiz 150 ming so'mga sotib olasiz. Men o'zim yaqinda farzandimni oddiy allergologga olib bordim. Konsultatsiyasi 400 ming. Ha, men aynan mana tadbirkorlik yo'nalishidaman. Mendan konsultatsiya olaman desa, soatiga pul to'laydi. Eng kamida $300. Demak, Endi bizda hozir shunaqa simvolический xalq uchun qilib qo'yganmiz. tushunarli. Endi tekin qilib olsak ham qadri bo'lmaydi deyshadi. Shunaqa. Tekin ekan-ku, любое время boraveraman. Shunaqa. Biladigan narsa bo'lib qoladi. Qabulingiz menimcha, ya'ni bemor murojaat qilgandan keyin ehtimoliy qachon yetib keladi u qabulingizga? Ya'ni очередь bormi, очередьsizmi? Shu bemorlarga ham tushunarli bo'lsin, kelmoqchi bo'lsa. Telefon qilishadi. Odatda 1 hafta, 2 hafta oldin qabulga yozilishadi. Demak, bir haftalik anaqa bor. Eng kamida 1 hafta kutib kelishadi. Tushunarli. Rahmat. Salomat bo'ling.